sindimi? Bizda Daiwa firmasini mana shunaqa karpiy qarmog'i bor. Buni tosh otish testi 100 dan 250 grammgacha. Hozir bu necha kilo og'irlik ko'tara oladi, necha kiloga chidoqligini tekshirib ko'ramiz. Hozir mana shu bakimizning o'zida 4 kiloyu 855 2 kilo yem bilan mana idish og'irligi. Bemalol qo'shamiz. 1 ya'ni 2 kilo qo'shdik. Sifatli mahsulot va narxlar ham qulay. Obuna bo'lib qo'ygin, yangiliklarni qo'yay. Ha, qo'shaymi? Qo'shaversa, lekin ko'tara olmasam kerak qo'shgan. Atak bu o'zi bemalol ko'taradi. Xullas bu qarmoq 7 kilo atrofida og'irlikni bemalol ko'taryapti. Uni o'zimiz ko'tarishga qiynalyapmiz. Menimcha bir 10 kilo atrofida og'irlikni ham bemalol ko'tarsa kerak. Endi bu qarmoq to'g'risida ham qisqacha tushuntirib ketaman. Daiwa brendiga tegishli bo'ladi. Uzunligi 390, 3 ga bo'linadi. Tosh otish testi 100 dan 250 grammgacha bo'ladi. Hozirgi kunda bu qarmoq narxi 265 ming so'm. Kimga shunaqa yoki shunga o'xshagan qanaqadir qarmoqlar kerak bo'lsa, bemalol video tagidagi nomerga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.